voy bitta latta bilan hamma joyda artib suritib chiqdingizmi deydigan smslar kelib turadida menga inakda. Yana uyalmay shuni video reels qilib qo'yibsiz deb. Men ham asablariga tegib yozib yuboraman. Ha, agar siz ham yonimda bo'lganingizda kir ko'nglingizni ham artib suritib tozalab berardim. G'ijim artichenizni ham bonusiga artib ketardim shu universalniy trapka bilan. Oxir klientlarimga aytaman shekilli, bir xil rangli trapkalar olmanglar, har xil ranglisini olinglar deb. 5 yil ichida 1000 tadan ortiq uylarda uborka qildim. Biror marta menga jalva tushmagan. Xarakterlarimiz to'g'ri kelmay qolgan joylari bo'lgan. Chunki men yoqtirmayman kimdir visokomerniy gapirsa, muomalasi chiroyli odamlar bilan addish umrimda oxirigacha kelishib yashaydigan odamman. Lekin xudoga shukr, klientlarimda hammasini muomalasi juda chiroyli. Почти hammasini uyi shunaqa to'la kitob. Kitob esa insonni juda zo'r tarbiyalaydi. Hozirgi kunda kitob o'qishga unchalik vaqtim yo'q-ku, lekin shunda ham ilojisini qilib, oxirgi marta Said Ahmadning Ufq asarini juda maza qilib eshitdim, audio kitobini. O'tkir Hoshimovda Ikki eshik orasi asarini esa 7 martadan ko'p o'qigan bo'lsam kerak. Bularning uyini qaranglar axir. Zabiti kitobi hamma joyi. Вот shunaqa ichi qora, ko'ngli tor tanishlaringiz bo'lsa, обязательно ularga kitob sovg'a qilinglar. 100% ishonchim komilki, chiroyli, ma'noli yozilgan asar bu odamni tarbiyalaydi. Siz esa oxirgi marta eng yaxshi ko'rgan asaringizni nomini обязательно kommentariyada yozib ketinglar. Voy, kartinkalarni qaranglar, ertakka tushib qolgandek bo'lamiz o'zi ham.